O'zbekistonning qo'ylari ko'pmi? Avstraliyaning kengurulari ko'pmi? O'zbekistonning qo'ylari ko'p. Menimcha. Statistika.com'da bergan ekan buni. O'zbekistonda 26 millionta qo'y bor ekan. Avstraliyada 54 millionta kenguru bor ekan. Avstraliyaning aholisida 2 barobar ko'p ekan bu. O'zbekistonning pasporti kuchlimi, Misr pasporti kuchlimi? O'zbekiston pasporti kuchli. To'g'ri, O'zbekistonning pasporti kuchli ekan. Xo'p, Yevropaning aholisi ko'proqmi, Afrikaning aholisi ko'pmi? Yevropaning aholisi. Menimcha. Yevropada 740 millionta aholi bor ekan, Afrikada 1 milliard 580 millionta. Yevropada davlatlar ko'pmi, Osiyoda davlatlar ko'pmi? Mustaqillik jihatdan. Tezkor bo'lganligi uchun o'ylanmasdan javob berdim. Menimcha Osiyoda davlat ko'proq. Osiyoda 49 ta davlat bor ekan, Yevropada 44 ta davlat bor ekan. Xo'p, Afrikada davlat ko'proqmi, Osiyoda davlat ko'proqmi? Afrikada davlat ko'proq menimcha. Butun qit'alar aro Afrikada 54 ta mustaqil davlat bor ekan. Janubiy Amerikaning aholisi ko'pmi, Shimoliy Amerikaning aholisi ko'pmi? Shimoliy Amerika, haqiqiy Amerika, Kanadada joylashgan joy, Janubiy Amerika, Braziliya, Argentinada bor. Shimolda ko'proq ekanda. Shimolda 610 million aholi bor ekan, Janubiy Amerikada 440 millionta aholi bor ekan. Yer yuzida qush turlari ko'proqmi, dengizdagi baliqlarning turlari ko'proqmi? Tabiiyki bu aniq menimcha. Dengizdagi baliqlarning turi qushlarning turidan bir 10 barobar ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men fikrim. Qush turlari 11 mingta ekan, isbotlangan hozirgacha. Baliq turlarining hozirgacha isbotlangan 34 ming, ya'ni qushlardan 3 barobar ko'proq ekan. Yer yuzida it ko'pmi, mushuk ko'pmi? Mushuk ko'proq bo'lsa kerak menimcha. Buni endi statistikasini sanab yurishar ekanda. Endi to'g'ri, misol uchun ba'zi daydi itlarni, daydi mushuklarni hisoblamagandir, lekin berilgan ma'lumotlarda mushuk 600 milliondan ortiq ekan. Itni hayvoni haqiqiysi 8 million ekan. Ba'zi odamlar ham qo'shilib qolishi mumkin bunga. Yer yuzida daraxt ko'pmi, inson ko'pmi? Daraxt ko'p menimcha. Inson hozirgi paytda 8 milliard ekan, daraxt 3 trillion dona ekan.